Assalomu alaykum, Apko Xalqaro moliya akademiyasi kuzatuvchilari. Ismim Dilobar. Apko Xalqaro moliya akademiyasida trenerlik faoliyatimni olib boraman. Bugungi mavzuyimiz aktiv, passiv va tranzit shotlarda debet va kredit qoidalarini ko'rib chiqamiz. Buxgalteriya hisobining 21-milliy standartlarida 99 ta shot hisobga olingan. Ya'ni ushbu 99 ta shot 3 qismga bo'linadi. 3 qismga bo'lingan holatda birinchi qismi aktiv shotlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Ikkinchi qismi esa passiv shotlarni hisobga oluvchi shotlar. Va uchinchi qismimiz tranzit shotlar hisoblanadi. Aktiv shotlar bu korxonaning mol-mulklar majmui hisoblanib, ular 01-10 shotidan 59-10 shotigacha o'z ichiga oladi. Aktiv shotlar ikki qismga bo'linadi, ya'ni uzoq muddatli aktivlar va joriy aktivlar. Uzoq muddatli aktivlar bu 01-10 shotidan 09-10 shotigacha hisoblanadi. Uzoq muddatli aktivlar. Ikkinchi qismi esa 10-shotdan 59-shotgacha joriy aktivlar hisoblanadi. Uzoq muddatli aktivlarga izoh beradigan bo'lsak, uzoq muddatli aktivlar bu korxonaga 1 yildan uzoq muddat xizmat qiladigan va iqtisodiy foyda olib keladigan aktivlar hisoblanadi. Joriy aktivlar esa korxonaga 1 yildan kam muddatda xizmat qiladigan va albatta iqtisodiy foyda olib keladigan aktivlar turiga kiradi. Uzoq muddatli aktivlarga misol qilib, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar yoki kapital qo'yilmalar, uzoq muddatli investitsiyalar va uzoq muddatli debitorlik qarzlarni misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Joriy aktivlarga keladigan bo'lsak, joriy aktivlar 1 yildan kam muddatda bizga, ya'ni korxonaga xizmat qiladigan bo'lsa, unda biz tovar moddiy zaxiralarini olishimiz mumkin, xom ashyolarni, inventar jihozlarni yoki ishlab chiqarilgan mahsulot va tovarlarni va joriy boshqa aktivlarni misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi passiv qismiga o'tadigan bo'lsak, passivlar 3 qismga bo'linadi. Ya'ni passivlarni 3 qismga bo'ladigan bo'lsak, birinchisi bu joriy majburiyatlar hisoblanadi. Joriy majburiyatlar 60-10 shotidan 69-10 shotigacha o'z ichiga oladi. Ya'ni bu joriy majburiyatlar. Ikkinchi qismimiz 70-10 shotidan 79-10 shotigacha uzoq muddatli majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Uzoq muddatli majburiyatlar. Va bizda passiv qismning 3-qismi kapital qismi hisoblanadi va bu 83-10 shotidan 89-10 shotigacha o'z ichiga oladi. Va bu xususiy kapital deb ataladi. Kelinglar endi shu passiv qismini ham ma'no jihatidan ko'rib chiqamiz. Ya'ni joriy majburiyatlarga oladigan bo'lsak, 60dan 69-shot ichiga o'z ichiga oladigan ushbu majburiyatlar korxonani majburiyatlari hisoblanib, ya'ni bizning korxonamizni boshqa bir korxonalar oldidagi yoki boshqa bir shaxslar oldidagi 1 yilgacha bo'lgan majburiyatlarimiz hisoblanar ekan. Endi uzoq muddatli majburiyatlarga keladigan bo'lsak, uzoq muddatli majburiyatlar bizning korxonamizning boshqa bir korxonalar yoki shaxslar oldidagi 1 yildan uzoq muddatdagi majburiyatlari yoki qarzlari hisobga olinadi. Va passivimizning keyingi qismi xususiy kapital, eng qiziqarli va eng ta'sischilarga muhim bo'lgan qismi hisoblanadi. Xususiy kapitalda albatta bizning korxonamizning ta'sischilari yoki investorlarga tegishli bo'lgan kapital qismimizni o'z ichiga oladi. Va bizdagi 99 ta shotlarning oxirgi, ya'ni 3-qismi, ya'ni 3-bo'limi desak ham bo'ladi, tranzit bo'limiga yetib keldik. Ya'ni tranzit bo'limida korxonaning daromadlari va xarajatlari aks ettiriladi. Ya'ni daromadlar
korxonada 90-10, 93-10 va 95-10 shotlarida aks ettiriladi. Masalan, 90-10 shoti bu asosiy faoliyatdan tushadigan daromadlar. 93-10 shoti esa boshqa faoliyatdan tushadigan daromadlar. Ya'ni asosiy faoliyatdan boshqa faoliyatlar mavjud bo'lganda tushadigan daromadlar hisoblanadi. 95-shot esa bu moliyaviy faoliyatdan keladigan daromadlarimizni hisobga oladigan shot hisoblanadi. Ana endi boya aytganimdek, tranzit shotlarning ikkinchi qismi, ya'ni xarajatlarga keldik. Xarajatlar 91-10, 94-10, 96-10, 98-10 shotlarini o'z ichiga oladi. Xarajatlar bo'limida ko'rganimizdek 91-10 shoti bu asosiy faoliyatdan xarajatlar, ya'ni tannarx xarajati aks ettiriladi. 94-shotda esa davr xarajatlari ko'rsatiladi. 96-shotda moliyaviy faoliyatdan yuzaga kelgan xarajatlar hisobga olinadi va navbatdagi xarajatimiz bu 98-10 shoti. 98-10 shoti bu foyda solig'i bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar hisobga olinuvchi shot. Albatta bizda tranzit shotlarda yana asosiy vositalarning chiqib ketishi yoki favqulodda foyda yoki zararni aks ettiruvchi shotlar ham mavjud va tranzit shotlarda yakuniy moliyaviy natijani hisobga oluvchi 99-10 shot ham mavjud. Demak, bu 99 ta shotlarning yig'indisi buxgalteriyada bizga nima beradi deydigan bo'lsak, buxgalteriyada aktivlarning passivlarga tengligi, ya'ni bu ikki yoqlama yozuv orqali amalga oshiriladi. Aktivlarning passivlarga tengligi korxonaning balansini yuzaga keltiradi. Balans bu forma 1 hisobotimizga to'g'ri keladi. Tranzit bo'limida esa daromadlar va xarajatlar yordamida moliyaviy natija aniqlanadi. Ya'ni moliyaviy natija bu korxonaning foydaga yoki zararga chiqishini aniqlab beruvchi hisobot hisoblanadi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot hozir forma 2 deb ham ataladi. Demak, bizga aktivlarning passivlarga tengligi qanday amalga oshirilishini keling ko'rib chiqamiz. Aktivlar va passivlar haqida hozirgina gaplashib o'tdik. Aktivlar bu korxonaning mol-mulklar majmui bo'lsa, passivlar ushbu aktivlarning kelib chiqish manbai hisoblanadi. Masalan, asosiy vosita, ya'ni avtomobilni xarid qiladigan bo'lsak, avtomobil bizning mol-mulkimiz va bizning mol-mulkimiz aktiv hisoblanadi. Demak, avtomobilning paydo bo'lishi korxonada aktivning yuzaga kelishini keltirib chiqaradi. Endi shu aktivning, ya'ni asosiy vositaning qayerdan paydo bo'ldi degan savolga esa albatta bizda kelib chiqish manbai passivlarga taqaladi. Ya'ni ushbu asosiy vositani, avtomobilni xarid qilganimizda bizni mol yetkazib beruvchi korxonaga, ya'ni sotuvchi korxonaga bo'lgan majburiyatimiz yuzaga keladi. Majburiyatlar esa passivlarga tegishlidir. Demak, biz aktivlar va passivlarning tengligi, balansni qanday berishini aniqlab olishimiz eng muhim qoidamiz hisoblanadi. Chunki buxgalteriyada eng oliy qoida yoki qonun desa ham bo'ladi, bu ikki yoqlama yozuv hisoblanadi. Ikki yoqlama yozuv degani bu ikki tarafda bir xil summaning yozilishi degani. Hozirgina sizga misol keltirganimdek, avtomobilning aktiv tarafda qiymati yozilsa, albatta shu avtomobilga bo'lgan majburiyatimiz passiv tarafda ham yoziladi. Demak, aktivlarning passivlarga tengligi esa bizda balansni yoki ikki yoqlama yozuvni berar ekan. Ikki yoqlama yozuvning tashkil etilishi esa buxgalteriyada debet va kreditlar yordamida amalga oshiriladi. Debet va kredit. Va buni samolyotik, ya'ni samolyotlar qanotlariga o'xshatsak ham bo'ladi. Debet bu kirim degani, kredit esa bu chiqim degani.
Demak, aktivlarni qoidasini boshlaymiz. Aktivlar korxonaning mol-mulklar majmui korxonada ko'paysa, debit tarafda ko'payadi. Chunki aktivlarning ko'paygani bizga kirim hisoblanadi. Boyagi avtomobilning bizning korxonamizga xarid qilingani bu biz uchun kirim va kirimlar esa albatta debitda yoziladi. Shu sababdan aktivlarning ko'payishi debit tarafda amalga oshiriladi. Endi bizda aktivlarning chiqib ketishi qaysi tarafda shakllanadi deydigan bo'lsak, aktivlarning chiqib ketishi yoki kamayishi bu kredit tarafda aks ettiriladi. Chunki aktivlar mana bizning korxonamizning mol-mulki bizdan chiqib ketayotgan davrda u biz uchun chiqim bo'ladi albatta. Chiqim esa kredit tarafda hisobga olinadi. Shu sababdan ham aktivlarning ko'payishi debitda bo'lsa, ularning kamayishi kredit tarafda aks ettirilar ekan. Va aktivlarning qoidasidagi so'nggi izohimiz aktivlarda qoldiq qiymat debit tarafda bo'ladi. Boshlang'ich qoldiq ham, oxirgi qoldiq ham yoki nolga teng bo'ladi. Ya'ni hech qanday vaziyatda aktivlarda kreditda qoldiq bo'lishi mumkin emas. Chunki avtomobilning qancha miqdorda kirib kelgan bo'lsa, eng ko'pi bilan shu miqdorda chiqib ketadi. Buni misol tarzida albatta hozir ko'rib chiqamiz. Endi passivlarning qoidasiga keladigan bo'lsam, passivlarda aktivlarga teskari ishlash yuzaga keladi. Nega? Chunki passivlar bu bizning korxonamizning majburiyatlari hisoblanadi. Majburiyatning ko'payishi esa biz uchun chiqim. Chiqim esa albatta kredit tarafda hisobga olinadi. Demak, passivlarning ham qoidasini yozamiz. Passivlarda kirim kreditda yoki passivlarning ko'payishi kreditda desak ham to'g'riroq bo'lardi albatta. Passivlarimizni, ya'ni majburiyatlarimizni kamayishi debit tarafda bo'ladi. Chunki bizning korxonamizni boshqa bir korxonaga bo'lgan majburiyatining kamayishi biz uchun bu kirimga tenglashtiriladi albatta. Chunki bu chiqim emas, kamayyapti. Bizda kamaygani sababli u kreditda emas, balki debitda kamayadi. Chunki bu passiv shu. Va oxirgi natijamiz passiv shotlarda aktivlarga teskari holat bo'lgani uchun oxirgi qoldiq va boshlang'ich qoldiq albatta kredit tarafda bo'ladi yoki nolga teng bo'ladi. Chunki passivlarda debit tarafda qoldiq bo'lishi mumkin emas. Endi qoldiqlarni yoki bo'lmasam aktivlarning, passivlarning qoidalarini o'rganib olgan ekanmiz. Keling, misol ko'ramiz. Aynan kirim va chiqimlar qanday aks ettiriladi va bu ikki yoqlama yozuv aktivlar yoki passivlarda qanday ko'rinishga ega bo'lishini ko'rib chiqamiz. Masalan, hozirgi aytib o'tgan misolim bo'yicha avtomobil xarid qilindi. Avtomobil bu biz uchun aktiv, negaki u mol-mulk hisoblanadi. Shu sababdan avtomobil xarid qilinganda u bizda debit tarafda ko'payar ekan. Masalan, 200 millionlik avtomobil. Va buni biz boshqa korxonadan majburiyatga sotib oldik. Mol yetkazib beruvchiga majburiyat deb yozaman. Mol yetkazib beruvchiga majburiyat. $200 millionga avtomobil keldi, debit tarafda ko'paydi va majburiyatning ham ko'payishi passivlarning qoidasiga asosan kredit tarafda yoziladi. 200 millionlik majburiyatim yuzaga keldi. Demak, ikki yoqlama yozuv bo'ldimi yo'qmi tekshiramiz.
debetda va aktivlarda 200 million tashkil etadi va albatta kreditda yoki passivlarda, ya'ni majburiyatlarda esa 200 millionni tashkil etadi. Ya'ni aktivlar teng majburiyatlarga va bizada balans yuzaga keldi. Va bu ikki yoqlama yozuv deb ataladi. Ana endi shunga biza ushbu asosiy vositalar qismida bu avtomobilning qolgan taqdirini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni taqdir deganda buni yana qo'shimcha xarajatlari bo'lishi mumkin, nomer olinishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa xarajatlar ham albatta yuzaga kelishi mumkin. U holatda qanday provodkalar bo'lishi yoki majburiyatlarga tegishli bo'lgan provodkalarni qanday shakllanishini keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Ko'rishguncha xayr.